Kanalimizga obuna bo'ling. Asal chindan sog'liq uchun foydalimi? Asal yoki shakar, qay birini tanlagan ma'qul? Asal mumi va propolisi haqida nimalarni bilamiz? Hech asalari suti haqida eshitganmisiz? Toza asalni qalbakisi bilan adashtirmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bugun dastur davomida asal bilan bog'liq sizni qiziqtirgan shu kabi savollarning barchasiga javob topishga harakat qilamiz. Asal yaratganning chinakam mo'jizaviy ne'mati, bandalar salomatligini asrash va yaxshilash uchun berilgan ulug' in'omdir. Bejizga asalni eng shifobaxsh ne'matlardan biri deyishmaydi. Bu tabiiy mahsulot yoqimli hidi, shirinligi bilan ming dardning shifosi sifatida qadrlanadi. Chunki asalning tarkibida insoniyat uchun nihoyatda foydali va shifobaxsh bo'lgan 100 dan oshiq modda, fermentlar, mineral tuzlar, mikroelementlar, organik kislotalar, vitaminlar borligi aniqlangan. Uning shifosi shundaki, insonning qon tarkibini yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi, kuchli quvvat manbai hisoblanadi, organizmni erta qarishdan saqlaydi. Bu bilan u bolalar, kamqonli kishilar, homilador ayollar, qariyalar organizmi uchun behad foydali. Asaldagi ayrim darmondori va shifobaxsh moddalar boshqa hech bir ozuqada uchramaydi. Qadimda tabiblar asalni bejizga uzoq umr ko'rish malhami, hayot sharbati deb atashmagan. Darhaqiqat, uning tarkibida inson organizmiga o'ta zarur va foydali 100 dan ortiq biologik modda bor. Ayniqsa undagi riboza moddasi faqat tirik organizmlarda uchraydi. Bundan tashqari unda tana faoliyati uchun muhim glyukoza, oqsil, fruktoza, organik kislotalar B1, B2, B3, B6, B13, B14, S, E, yana bir qancha darmondorilar, mikro va makro elementlar bor. Yana bir bor eslatib o'tamiz, asaldagi ayrim darmondori va shifobaxsh moddalar boshqa hech bir ozuqada uchramaydi. Tibbiyot fanining sultoni ulug' hakim Abu Ali ibn Sino ham asalning ko'plab xosiyatlarini keltirib o'tadi. Asal mijozni tozalaydi, qonning tomirlarida yurishini ravonlashtiradi, go'shtni buzilishi va sasishdan saqlaydi. Yiringli, chuqur yaralarni tozalab qotiradi, ko'z xiraligidan xalos etadi, bo'g'madan qutulishga yordam beradi. Bodomchi bezlari og'rishining oldini oladi. Asal suvi me'dani kuchli qiladi, ishtahani ochib, ovqat hazmini yaxshilaydi. Temiratkini asal va achchiqtosh aralashmasi yo'q qiladi. Ibn Sino ta'biricha navqironlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish kerak. Ayniqsa yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Asal bolalar va qariyalarga, tanadagi modda almashinuvi buzilgan kishilarga birday foydalidir. Ayniqsa u ozib ketish, ich qotishi, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Shu o'rinda asal tarixi bilan bog'liq yana ayrim ma'lumotlarni ham aytib o'tsak. Asalarilar qadimda o'rmon daraxtlari kovaklarida va tog'larda yashab kelgan. Kovaklar ularni chang, to'zon, jazirama issiq, qor, yomg'ir va suv toshqinlaridan himoya qilgan. Yoshini yashab keksagan daraxt ba'zida asalari uyasi bilan birga yerga qulagan. Sinib tushgan mum katakchalaridan asal oqib ketadi. Shunda insonlar tasodifan yiqilgan daraxtga ro'para kelishadi. Undan oqib chiqqan oltin rang, yopishqoq, juda shirin suyuqlik esa ularni behad quvontirgan. Asalarilar daraxt kovaklaridan tashqari tog' qiyaliklariga, uning o'ydim chuqur joylariga ham in qurishadi. 1919-yilda bir guruh nemis olimlari Ispaniyaning Alensiya tog'idagi g'aroyib g'orga duch kelishgan. Ular g'orning tosh devorlariga bundan uzoq ming yilliklar avval qandaydir rassom hayvonlar, parandalar va odamlar suratini mahorat bilan chizganini ko'rishadi. Shu bilan birga rassom asalarilarni ovlash jarayonini ham tasvirlagan edi. Suratlarda tog' boshida osilib turgan qoyadan arqon tushirilgan manzara bo'lgan. Bu arqon balki chirmovoqdir. Undan asalga ishqiboz asalari ovchilari qo'lida savat tutgancha tushib borayotgan ekan. Shuningdek, rasmlarda boshqa bir asal ishqibozi yorug'dan asal mumkataklarini savatchasiga joylash bilan mashg'ul bo'lib turgan holat tasvirlangani aytiladi.
G'ordan topilgan ushbu tasvirlar asal bilan bog'liq bebaho tarixiy hujjatdir. Rasmlar bundan uzoq asrlar muqaddam ham insonlarning asaldan behad foydalanib kelayotganini ko'rsatib turibdi. Bundan tashqari Tutanxamon qabri ichida allaqanday modda bo'lgan idish topilgan. Eng qiziqarlisi shundaki, uzoq ming yilliklar o'tsa-da, o'z xususiyatini yo'qotmagan bu moddani asal ekanligini olimlar aniqlashgan. Qadimgi eronliklar va skiflar vafot etgan davlat arboblarini mumiyolashtirish uchun foydalanilgan yana boshqa bir modda bor. Bu asallarning mumidir deyishgan. Tarixdan yana bir ma'lumot saqlangan. Aleksandr Makedonskiyning vafotidan so'ng uning jasadi asalga botirilib olingan va ko'mish uchun Makedoniyaning markaziy qismiga olib kelingan deyishadi. Asal tarkibida juda ko'p vitaminlar va mikroelementlar borligi uning sifatini va shifobaxshligini oshiradi. Qadimdan turli kasalliklarni davolashda, odamlarning bardamligi, sog'lomligi va baquvvatligini ta'minlashda asalni tavsiya qilishgan. U barcha dori-darmon va malhamlarning asosiy tarkibi hisoblangan. O'tmishning mashhur Yunon faylasufi Pifagorning aytishicha, uning uzoq umr ko'rishiga muttasil asal iste'mol qilishi asosiy sabablardan biri bo'lgan. Yana bir donishmand Demokrit esa juda uzoq yashagan bo'lib, u umrboqiylik sirini muntazam asal yeyish va badanini moy bilan muolaja qilishda deb bilgan. Qadimiy Misr, Yunoniston, Bobil, Hindiston va Xitoyda bemorlarni asal yordamida davolash urf bo'lgan. Zamonaviy tibbiyotda ham turli kasalliklarni davolashda asaldan keng foydalanilmoqda. Masalan, turli jarohatlar va yaralar, shamollash, yuqori nafas yo'llari va o'pka xastaliklari, yurak, jigar, buyrak, asab to'qimalari, oshqozon ichak, teri va ko'z kasalliklari ham asal yordamida muolaja qilinmoqda. Davolash kosmetikasi, radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Bilasizmi, asal olingan joyga qarab, ularning turi ma'lum kasalliklarga shifo bo'lar ekan. Masalan, yuqori nafas yo'li shamollaganlarga tog' asali foyda qiladi. Hazm yo'llari xastaliklarida esa cho'l va dalalardan olingan asal shifo bo'ladi. Yurak xastaliklarida o'rmon asali ko'proq naf keltirsa, buyrak xurujida kashtan daraxti gulining asali qo'llaniladi. Kamqonlikda asalni malina bilan birga iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asal darmonsizlik va sil kasali tufayli paydo bo'luvchi kam quvvatlilikda ham yaxshigina yordam beradi. Buning uchun asalni sarxil sabzi sharbatiga qo'shib, kuniga 80-100 grammdan ichib turish tavsiya etiladi. Gripp kasalligining oldini olish va uni davolashda ham asal beminnat davodir. Buning uchun asalni po'stloqidan ajratib, qirg'ichda maydalangan sarimsoq piyoz bilan baravar miqdorda yaxshilab aralashtiriladi va uyqu oldidan bu aralashma 1 choy qoshiq miqdorida qaynatilgan suv bilan 3-5 kun davomida ichilsa, kasallik chekinadi. Lekin unutmang, har qanday shifobaxsh ne'matni me'yoridan ko'p iste'mol qilish zarar keltirgani kabi, asaldan foydalanishda mo'tadillikka e'tibor qaratish lozim. Asalning ham ozi shirin degan maqol bejiz aytilmagan. Shifokorlar qandli diabet, astma, nafas bo'g'ilishi, asalga badani sezgirlik ko'rsatadigan bemorlarga uni tavsiya etishmaydi. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 grammgacha, yosh bolalar esa 30-40 grammdan ortiq asal yemaganlari ma'qul. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga esa choy qoshiqdagi asalning 3dan 1 qismini berish mumkin xolos. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Uni shir choy, sut yoki shirguruch bilan yegan foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi. Chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali minerallar o'lishi mumkin. Tashnalikda asalni iliq yoki sovuq choyga, toza suvga aralashtirib ichilganida ham chanqoqni bosadi, ham turli xastaliklarga davo bo'ladi. Asalning odam organizmining issiqlik darajasini oshirib, asab quvvatini kuchaytirishi va barcha tirik hujayralarga hayot bag'ishlashi qadimdan ma'lum. Asal ayniqsa aqliy mehnat sohiblarining fikrini tiniqlashtiradi, ruhini ko'taradi. Muhim eslatma. Asalarilarning faqat shirin shakar asaligina emas, boshqa ne'matlari ham haqiqiy mo'jizadir.
Tabobatda ming yillar davomida qo'llanib kelinayotgan noyob vosita asalari uyasi bo'lib, odamlar ham ozuqa, ham shifo uchun iste'mol qiladigan asal aynan ana shu uyalarda jamlanadi. Asalarilar qanchadan qancha yo'l bosib, gul va giyohlar bag'ridan saralab yiqqan va avaylab olib kelgan nektarini ana shu uyalarda jamlab asalga aylantiradi. Asali olingan uyalar ham inson sog'lig'i uchun asqotadi. Biz asalari uyasi deb atayotganimiz tabobatda asalari mumi nomini olgan. Uning umumiy xususiyati badandagi quyuq moddalar va shishlarni tahlil qiluvchidir. Keraksiz moddalarni pishiruvchi va badandan chiqarib haydashga tayyorlovchi hamda asabni yumshatuvchi hisoblanadi. Shuningdek, badandagi zaharlarni daf etadi. Zamonaviy tibbiyotda va xalq tabobatida asalari mumining turli miqdordagi aralashmalari surunkali tomoq qurishi, ya'ni faringit, burun yallig'lanishi, rinit, nafas qisishi, ya'ni bronx astmasi, nafas yo'lining zararlanishi bilan bog'liq infeksion kasallik, pnevmoniya, o'pka va teri sili, qon bosimini pasaytirish va qondagi xolesterin miqdorini kamaytirish, bavosir, gemorroy, oshqozon ichak yo'li kasalliklari, turli yaralarni davolashda ham ishlatilmoqda. Nafaqat asal va mumi, hatto asalari yelimi, ya'ni propolis va aristo ham bebaho shifo vositasidir. Arilar kuzda ko'p miqdorda propolis tayyorlaydi. Arilar propolis bilan o'z uyalaridagi tirqishlarni berkitadi, uya tagini mustahkamlaydi, uylariga kirmoqchi bo'lgan zararkunandalarning yo'liga to'siq qo'yadi. Propolis xushbo'y balzam hidli bo'lib, unda asal, o'simlik ekstraktlari va asalari mumi islari mavjud. Propolis oziqli ne'mat emas, biroq u kuchli dori vositasidir. Uning xomashyosi qisman daraxtlar yelimidan iborat bo'lsa-da, asalari uyasida arilarning jag' suyuqligi bilan qayta ishlanadi hamda mum va gulchanglar qo'shiladi. Uning ta'mi achchiqroq bo'lib, biroz kuydiradi ham. Propolisning shifobaxsh xususiyatlari shundaki, u 100 dan ortiq bakteriya, virus va zamburug'lar, shu jumladan sil, difteriya, zaxm va grippni qo'zg'atuvchi mikroblarga qiron keltiradi. Propolis burun bo'shlig'i, nafas yo'llari, yuqumli bo'qoq, oshqozon, teri xastaliklari, shish, qiyin bituvchi yaralar va kuygan joylarni davolashda samaralidir. U surunkali xastaliklarda va kuchsiz bemorlarni davolashda immunitet oshiruvchi vosita hamdir. Bunday hollarda u asal bilan qo'shilgan holda qo'llaniladi. Umuman propolis turfa bakteriyalarni qirishi, zaharlarga qarshi xususiyati, har tomonlama quvvatni oshirishi tufayli kimyoviy dori-darmonlar bilan tabaqalashtirilib qo'llanganda, ularning muolajalik samarasini kuchaytirib, nojo'ya ta'sirini kamaytiradi. Aytish joizki, juda ko'p kimyoviy dori-darmonlar boshqa a'zolarda qandaydir asorat qoldirgani holda asalari yelimi hech qanday zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki antibiotiklardan farqli o'laroq asalari yelimi tabiiy modda bo'lgani uchun unda mikroorganizmlarning moslashuvchanligi hodisasi sodir bo'lmaydi. Yelim ularning kuchayib ketishiga, ta'sirini o'tkazishiga yo'l qo'ymaydi. Asalari parvarishi bilan shug'ullanuvchilarning kasallikka kam chalinishlarining o'ziyoq asalari chiqargan barcha narsa shifobaxsh ekanini isbotlab turibdi. Masalan, asalari uchun ozuqa omili bo'lmish o'simliklarning erkaklik to'qimalari, ya'ni gulchanglar, ajoyib biologik kuch-quvvat bag'ishlovchi, tanani faollashtiruvchi vosita bo'lib, u ayniqsa qarib qartaygan tanalarga juda foydalidir. Gulchang keksa kishilarning asab tizimi faoliyatini yaxshilashi ham aniqlangan. Gulchang juda ko'p mamlakatlarda kosmetik davolashda ham keng qo'llanilmoqda. Asalarini chaqtirish yoki uning tibbiyot yo'li bilan olingan zaharini qo'llash orqali ham qadim-qadimdan turli kasalliklar muolaja qilib kelingan. Hozirgi zamon tibbiyotida ham asalari zahri keng miqyosda qo'llanilmoqda. Chunki asalari zahari juda kuchli antibiotik modda sanaladi. Uning tarkibidagi verapin, apizartron va boshqa shifobaxsh moddalar juda ko'p kasalliklarni davolash va oldini olishda tengi yo'q samarali vositadir. Asalari zahari bot, revmatizm, nevrit va nevralgiya kabi asab tizimi xastaliklari, ko'zning ba'zi kasalliklarini davolash, qon bosimini mo'tadillashtirishda samarali ishlatilmoqda. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qo'llashi, bolalarni davolashda ham ishlatilishi xatarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yana bir gap,
Asal o'z go'zalligi haqida qayg'uradiganlarning ham sevimli mahsuloti. U kosmetologiyada keng qo'llaniladi va tabiiy asaldan tayyorlangan niqoblar teriga juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ko'plab go'zallik brendlari asal bilan terini parvarish qilish vositalari tarmoqlarini ishga tushirmoqda. Ha aytgancha, dastur davomida sizlarga shifobaxsh asalari suti haqida ham ma'lumot berishga va'da bergandik. Endi eshiting. Asalarining sutidan bir qancha kasalliklarga davo bo'ladigan preparatlar ishlab chiqariladi. U moddalar almashinuvini yaxshilaydi, semirib yoki ozib ketishga qarshi qo'llaniladi. Asalari sutining ko'p qirrali xususiyatini va inson organizmining turli tizimlariga turlicha ta'siri sababli ushbu preparat faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qilinishi shart. Ha, asal biologik, shifobaxsh xususiyati yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsuloti qatoriga kiradi. Kaloriya va shakarning yuqori miqdoriga qaramasdan, parhezshunoslar asalni kunlik ratsionga kiritishni tavsiya qiladi. Shirinlikdan voz kecha olmaydiganlar shakarni shunchaki asal bilan almashtirgani ma'qul. Tabiiy asal 80% uglevodlar, glyukoza, fruktoza, saxarozadan iborat. Ammo ongli ravishda doimiy sog'lom ovqatlanish yo'lga qo'yilsa, oqilona miqdorda tabiiy asal juda mos keladi. Chunki uning tarkibida A, B, C va E vitaminlari, yod, temir va foydali aminokislotalar mavjud. Yana bir gap, ushbu shirin mahsulotni ishlatishga qarshi ko'rsatmalar haqida ham unutmaslik lozim. Ulardan eng muhimi allergiyadir. Qichishish va toshma ko'rinishdagi odatiy reaksiyaga qo'shimcha ravishda asalning me'yordan ortib ketishidagi salbiy ta'sir oshqozon buzilishi sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Homilador va emizikli ayollar ham shifokor bilan maslahatlashgandan so'ng asalni iste'mol qilgani ma'qul. Onada hech qachon allergiya kuzatilmagan bo'lsa ham chaqaloqda allergiya bo'lishi mumkin. Shuningdek, diabetga chalinganlar, pankreatit bilan og'riganlar va oshqozon kislotasi yuqori bo'lgan odamlar shifokor maslahatisiz asal iste'mol qilmasligi kerak. Asal keltirishi mumkin bo'lgan yana noxush holat kupiroz yoki shikastlangan va kengaygan kapillyar bo'lishi mumkin. Buning sababi asal qon aylanishini tezlashtiradi va shu bilan u mo'rt tomirlarga ortiqcha yuk bo'ladi. Tabiiy asal shirin ta'm beruvchi organik jihatdan toza mahsulot sanaladi. Asalarilar tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu noyob mahsulot boshqa turdagi shakarlarga nisbatan ko'proq foydali xususiyatlarga ega. Shunga qaramay, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham kundalik iste'moldagi shakar miqdori umumiy ovqatning 10% dan ko'p bo'lmasligini tavsiya etadi. Barcha narsada me'yorga e'tibor berish qoidasi asalga ham tegishlidir. Dunyoda asalning yuzlab turi mavjud bo'lib, uning ta'mi va rangi asalarilar va ular tanlagan gul nektariga bog'liq. Xo'sh, qanday turdagi asal yaxshiroq? Yangi, filtrlanmagan va qayta ishlanmagan, to'g'ridan to'g'ri asalari uyasidan olingan asal qo'llash uchun juda yaxshi. Undagi gulchang donasi haqiqatdan ham kuchli antioksidant va antibakterial xususiyatlarga ega. Bunday asalning yorliqlariga ko'pincha xom deb yozilgan bo'ladi. Kichik zarralar, polen donalari va pufakchalar olib tashlangan, qayta ishlangan asal iste'mol qilish uchun yaxshi. Milliy asal kengashi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot filtrlangan asalning xom asaldan unchalik farq qilmasligini aniqladi. Uni iste'mol qilish yanada yoqimli. Parhezshunoslar qandli diabet va ortiqcha vazndan aziyat chekayotgan odamlarga shakarni aniq miqdorda kuniga bitta choy qoshiqdan ko'p bo'lmasligi kerakligini aytadi. Asalni tvorog yoki kasha bilan birgalikda iste'mol qilish mumkin, chunki ularda ozuqaviy moddalar bo'lib, asal hazm bo'lishini sekinlashtiradi. Asal umuman issiqlik bilan qayta ishlanmaydi. Katta yoshli bolalarning immun tizimi to'liq shakllangan bo'ladi. Asalga ham to'g'ri reaksiya bildiradi. Shifokorning aytishicha, 1 yoshga to'lmagan bolalarga esa asal berilmagani ma'qulroq. Darhaqiqat, asalning foydasi va zarari haqida juda ham ko'p fikrlar mavjud. Ba'zilar asalni mutlaqo ziyon deb hisoblaydi. Yana ayrimlar esa uni eng foydali mahsulot deb oladi. Aslida-chi, yuqoridagi fikrlarning qay birida jon bor? Ushbu mahsulotning 80-85% ni uglevodlar tashkil etadi. Asal ham oddiy shakar singari qonda qand miqdorini ortishiga olib keladi.
Bu esa ochlikni kuchaytiradi, uzoq muddatli surunkali kasalliklarni rivojlantirishi ham mumkin. Ammo barcha noxush oqibatlar faqat asalni me'yoridan ortiq iste'mol qilgandagina yuz beradi. Shuningdek, asal tanaga zarar yetkazmaydi va qonga serotonin moddasini chiqarishi orqali inson kayfiyatini ko'taradi. Shirinlikni xush ko'ruvchilar diqqatiga, asal shakarga qaraganda ancha foydali hisoblanadi. Haqiqat shundaki, oq shakar organizm uchun umuman foydasiz mahsulotdir. Uning tarkibida vitamin, mineral yoki oqsil mavjud emas. Asal tarkibidagi faol moddalar xolesterin miqdorini pasaytirish va yurak mushagini kuchaytirish orqali yurak sog'lig'iga foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, asal kuchli antibakterial ta'sirga ega bo'lganligi sabab immunitet tizimini mukammal darajada mustahkamlaydi va yallig'lanishning oldini oladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu ma'lumotlarning barchasi 100% organik tarkibga ega tabiiy asalgagina tegishli. Odatda ular ixtisoslashgan do'konlarda yoki asalarichilik markazlarida sotiladi. Do'konlarda sotiladigan asal mahsulotlarining aksariyati juda ko'p konservantlar va turli xil qo'shimchalardan tarkib topgan bo'lishi mumkin. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Eng yaxshi asal tog' asalidir, chunki u turli o'simliklar gullaridan yig'iladi. Oq akatsa, juka daraxti, beda, yantoq gulidan yig'ilgan tiniq rangli asal soz asal hisoblanadi. Kanob o'simligidan yig'ilgan asal novvot rangli, grechka o'simliginiki esa qo'ng'ir rangli bo'ladi. Asalni nonga surib yoki choyga qo'shib iste'mol qilishdan tashqari, boshqa qator maishiy va kosmetik maqsadlarda ham qo'llash mumkin. Asalning sizga noma'lum bo'lgan ba'zi xususiyatlari bilan tanishing. Qayzg'oqdan xalos etadi. Asal zamburug'ga qarshi ta'sir qila oladi. Uni shampunga qo'shib yuborsangiz yoki uni muntazam ravishda boshingiz terisiga sursangiz, qayzg'oqdan xalos bo'lasiz. Buning uchun bir osh qoshiq asalni bir choy qoshiq suv bilan aralashtiring va ushbu aralashmani bosh terisiga 2 daqiqa davomida surtib singdiring. So'ng 2 soatga qoldiring va iliq suv bilan yuvib tashlang. Buni 2 kunda bir marta takrorlang. Chandiqlar bitib ketishida yordam beradi. Asal yaradan qolgan izlarni tuzatadi va teri rangini tiniqlashtiradi. Buning uchun bir choy qoshiq asalni bir choy qoshiq kokos yoki zaytun yog'i bilan aralashtiring hamda muammoli joyni aylana harakatlar bilan barmoqlaringiz uchi yordamida 1-2 daqiqa davomida massaj qiling. Ustidan issiq sochiqni yopib qo'ying va sovugunicha qoldiring. Har kuni takrorlang. Husnbuzarlarni davolaydi. Asal tarkibidagi bakteriyalarni o'ldiruvchi va namlantiruvchi komponentlar husnbuzarni davolaydi. Shamollashga qarshi birikmalar esa qichishish va qizarishlarga barham beradi. Buning uchun asalni muammoli joylarga surib 15-20 daqiqa qoldiring. So'ng iliq suv bilan yuvib tashlang. Terini namlantiradi. Asal tabiat in'om etgan ajoyib namlantiruvchi vositadir. U teriga namlik va havo kirishini kuchaytiradi. Buning uchun bir choy qoshiq asalni yuzga surib 15-20 daqiqagacha qoldiring. So'ng iliq suv bilan yuvib tashlang. Kutikulani yumshatishga yordam beradi. Asaldagi ozuqaviy moddalar va fermentlar tirnoq atrofidagi yorilgan, qurib ketgan terini yumshatadi. Buning uchun bir choy qoshiq asalni bir choy qoshiq tabiiy olma sirkasi va kokos yog'i bilan aralashtiring. Kutikula, ya'ni qurib ketgan teriga har kuni suring va 10 daqiqaga qoldirib, so'ng yuvib tashlang. Yo'talni davolab, tomoqni yumshatadi. Asalning bakteriyalarni o'ldiruvchi, issiqlikni tushiruvchi va shamollashga qarshi xususiyatlari shamollashning ilk belgilari namoyon bo'lganidayoq qo'l keladi. Buning uchun 1-2 osh qoshiq asalni bitta limon suvi bilan aralashtiring va ichib yuboring. Bunda suyuqlikni og'izda biroz vaqt ushlab turing. Katta yoshdagi sog'lom odamlar kuniga 100-140 grammdan, darmondori va davolovchi parhez oziq-ovqat mahsuloti sifatida esa 50-60 grammdan iste'mol qilish kerak.
Asalni suyultirilgan holatda bir necha soatga bo'lib iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Davolash muddatini 2-2,5 oy qilib belgilash darkor. Yosh bolalarga asalni bir choy qoshiqdan, ya'ni 35-50 grammdan 3 mahalga bo'lib berish mumkin. Yoz kunlarida asalni iste'mol qilishni 2 barobar kamaytirish zarur. Chunki bu vaqtda meva va rezavor mevalar serob bo'ladi. Ularda esa ko'plab qand moddasi va fruktoza bo'lishi mumkin. Asalni ovqatlanishdan 1,5-2 soat oldin yoki ovqatlanishdan so'ng 3 soat o'tib iste'mol qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Uxlashdan avval ham ozroq miqdorda asal iste'mol qilish organizm uchun foydalidir. Yoshi katta bo'lgan va jismoniy ish bilan deyarli band bo'lmaydigan odamlarga kuniga 1-2 choy qoshiq asal iste'mol qilish kifoyadir. Asal bilan birgalikda turli shirinliklar, jumladan pishiriqlar, konfetlar, muzqaymoq, murabbo kabilar bilan iste'mol qilish mumkin emas. Gap shundaki, kam harakat insonlarni bu holatlar semirishiga olib keladi va organizmdagi uglevodlarni buzilishiga sabab bo'ladi. Shirinliklarni keragidan ortiq iste'mol qilish esa turli xil kasalliklar, jumladan qon bosimi, ateroskleroz, yurak mushaklarini siqilishi, shuningdek qandli diabetni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shakarni ko'p miqdorda iste'mol qilish qonda qand miqdorining oshishiga olib keladi. Bunda uglevodlarning hazm qildirish uchun o't pufagi o'zidan insulin gormonini ishlab chiqarishga majbur bo'ladi. Bunday majburiyat o't pufagi katakchalarini charchatadi. Natijada qandli diabet rivojlanishini keltirib chiqaradi. Asalning eng keng tarqalgan navlari gul asali hisoblanadi. Ular o'simlikka qarab turlarga bo'linadi. Grechka, u birinchi navbatda rangi bilan ajralib turadi. To'q jigar rang. Shuningdek, xushbo'y hidga ham ega. Ta'mi ham boshqa navlar orasida sezilarli darajada ajralib turadi. U shirin ta'mdan tashqari ma'lum bir o'tkirlikka ega bo'lib, hatto tomoqni achishtirishi ham mumkin. Kunga boqar yorqin sariq rangda bo'lib juda tez qorayadi, xantal rangini oladi. Bu asal kunga boqar gullarning yoqimli hidiga ega. U juda tez qalinlashadi, kristallanadi va oq qobiq hosil qiladi. Shu bilan birga foydali xususiyatlarini saqlab qoladi. Akatsiya eng chiroyli, deyarli shaffof, ba'zan sarg'ish limon rangida bo'ladi. Sariyog'ni eslatuvchi shirin nozik ta'mga ega. U juda oz vaqt davomida kristallanmaydi. Deyarli 1 yil davomida shaffof bo'lib qolishi mumkin. Turli giyohli bunday asalarilar tomonidan bir necha o'simliklardan yig'iladi. Undagi dominantni ajratib bo'lmaydi. Shuning uchun shaffofdan to quyuq qahrabo rangigacha farq qilishi mumkin. Bu asalning hidi gul kabidir. Asal mevali yoki rezavorli hid va ta'mga ega bo'la olmaydi. Bu mahsulotda juda ko'p qo'shimcha aralashmalar mavjudligini anglatadi. Ba'zan sotib olayotgan asalimizga shubha bilan qaraymiz. Sabab ko'pchilik asalpurushlar sifatsiz asal sotib, undan mo'may daromad olish maqsadida unga turli xil aralashmalar qo'shishadi. Ayrim hollarda unga qo'shilgan yot mahsulotlar sababli hatto undan ovqatlanish mahsuloti sifatida va ayniqsa dori sifatida foydalanish qat'iyan man etiladi. Gul, grechka, apelsin, mango asali. Bugungi kunda peshtaxtalarda har qanday turdagi asal sotiladi. Tajribasiz xaridor bu xilma-xillikni qanday tushunishi mumkin? Toza asalni qalbakisi bilan adashtirmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Sotuvchilar tomonidan haqiqiy bo'lmagan asallarni sotish uchun bir nechta hiyla-nayranglar qo'llanadi. Sintetik asal. Peshtaxtada bunday mahsulot ko'rganda tushunish kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, unda asal deyarli yo'q. Unga ishlab chiqarish jarayonida shinni yoki shakar siropiga xushbo'y va aromatik qo'shimchalar qo'shiladi. Natijada asalga o'xshash massa hosil bo'ladi. Ammo ta'mi butunlay boshqacha bo'lib, unda foydali moddalar umuman bo'lmaydi. Bunday asalni ajratish juda oddiy. Qadoqdagi mahsulot tarkibini diqqat bilan o'qib chiqish kerak. Tabiiy asalning yagona siri uning tarkibida asaldan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Suyultirilgan asal. Ayrim sotuvchilar tomonidan mahsulotlar hajmini oshirish uchun ishlatiladigan hiyla. Ya'ni mahsulot asal, unga hech narsa aralashmagan, ammo suv qo'shilgan.
Shu sababli asal juda tez buziladi. Fermentatsiya boshlanadi. Sotib olayotganda asal suyultirilganligini tekshirish mumkin. Buning uchun asal idishi teskari qilinadi. Toza asal juda sekin oqishi kerak. Yana bir usul asalni qog'ozga tushirishdir. Agar u suyultirilgan bo'lsa, qog'ozda nam joy hosil bo'ladi. Isitilgan asal eski, o'tgan yilgi asalga yangi ko'rinish berish uchun u 80 darajaga qadar isitiladi. Keyin u yana shaffof bo'lib, chiroyli ko'rinishga keladi. Ammo bu optik illyuziya. 40 darajadan yuqori qizdirilganda asal o'zining foydali xususiyatlarini yo'qotadi. Aytgancha, bu shamollashda issiq sut yoki choyga asal qo'shish an'anasi shifobaxsh samarani bermasligini anglatadi. Qaynayotgan suv asaldagi barcha foydali moddalarni o'ldiradi. Bundan tashqari, isitiladigan eski asal umuman xavfli bo'lishi ham mumkin, chunki unda ko'p miqdorda zaharli aldegid hosil bo'ladi. Pishmagan asal. Bu asal asosan sotuv uchun tayyorlanadi. U juda ko'p ortiqcha suvni o'z ichiga oladi. Pishgan asalda namlik 20% dan oshmasligi kerak. Bu kamchilikni yashirish va asalga o'xshash quyuqlikni berishi uchun yana hiyla qilish boshlanadi. Masalan, unga kraxmal yoki un aralashtiriladi. Bir qoshiq asalga ozgina yod solib, unda kraxmal borligini aniqlash mumkin. Qanday deysizmi? Agar u ko'k rangga aylansa, demak unda kraxmal bor. Sifatni tekshirishning yana bir usuli bir parcha nonni asalga botirish. Agar ortiqcha suv bo'lmasa, non qattiqligicha qoladi. Asalning aynishi kamdan kam kuzatiladigan holat, lekin uning ham ta'mi buzilishi mumkin ekan. Bu bo'yicha quyidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Asal vaqtidan oldin pishib yetilmagan holida yig'ib olinsa va tarkibidagi namlik miqdori me'yoridan yuqori bo'lsa, aynish ehtimoli ortadi. Shunday qilib, asalarilar o'simliklardan sharbat yig'ib kelishadi va tarkibida 60% namlik bo'lgan nektarni asalga aylantirishadi. Asal tayyor bo'lgan vaqtda uning namligi yoki undagi suv miqdori 14%, 21% darajaga yetadi va bu me'yor hisoblanadi. Shundan keyingina asalarilar asal quyilgan uyachani mum bilan qoplashadi. Natijada ushbu asal to'laqonli yetiladi. Agar asalaricha asalni pishib yetilishini kutmasdan yig'ib olgan bo'lsa, undagi namlik miqdori 21% dan ko'p bo'lsa, bu asalni aynishiga olib keladi. Asal yig'ib olingandan so'ng 1 oydan 3 oygacha bo'lgan muddatda kristallasha boshlaydi va qatlam hosil qilishga kirishadi. Aynigan asal saqlanayotgan idish yuzasida suyuqlik kundan kunga ko'payib boradi va u asosiy massaning yarmigacha yetadi. Keyinchalik yuqori qatlamda ko'pik hosil bo'lib, asal ta'mi buzila boshlaydi. Uning ko'rinishi ham odatiy rangdan farq qiladi. Bu aynigan asal bo'lib, u iste'molga yaroqsizdir. Asal shunchaki shirinlik emas, uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlash qoidalariga ham amal qiling. Xo'sh, asalni qanday idishda saqlagan ma'qul? 0 dan past haroratda ayrim foydali vitamin va aminokislotalar parchalanadi. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va hidiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin. Biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlilik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Asalning shifobaxsh xususiyatini saqlash uchun shisha, sopol va sirlangan idishlarda qorong'u joylarda saqlash lozim. U yerni tez-tez shamollatib turish, haroratni esa 10-15 darajadan oshirmaslik kerak. Uni temir va alyuminiy idishlarga solib bo'lmaydi. Chunki uning tarkibidagi moddalar temir va alyuminiy bilan reaksiyaga kirishib, zaharli moddalar hosil qilishi ham mumkin. Lekin unutmang, doimo esda tuting, har qanday shifobaxsh ne'matni me'yoridan ko'p iste'mol qilish zarar keltirgani kabi, asaldan foydalanishda ham mo'tadillikka e'tibor qaratish lozim.
Kezi kelganda ta'kidlash joizki, yuqorida aytib o'tilgan asal bilan bog'liq ma'lumotlarga tayanib, uni muntazam iste'mol qilish yoki yuqoridagi tavsiyalarga ko'ra undan foydalanishdan oldin albatta oilaviy shifokoringiz bilan maslahatlashib, tibbiy holatingizdan kelib chiqqan holda amalda qo'llasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi.